Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aka-ukalar, opa-singillar, xonadonlar tinchmi, oila xotirjammi? Sizlar bilan yana men taksi polvon, ya'ni Murod Rashidovich. Bugun bir ozgina noxushroq xabar bilan chiqyapman sizlarga. Ko'pchiliginglar ko'rgan bo'lsanglar kerak, ko'rmagan bo'lsanglar, xo'p, eshitgansizlar, ya'ni davlatimiz tomonidan taksichilarning daromadi yiliga 100 milliondan oshsa, ya'ni topayotgan pulinglar 100 milliondan yiliga oshsa, 4% nalog bor edi. Bu nalogga hozir yanada ixchamroq qilishdi, ya'ni o'zigisiga yanada ixchamroq qilib turib, endi taksi agregatorlarini zimmasiga yuklashdi bu nalogga bizdan yechish. Ya'ni siz daromadingiz taksometrda 100 milliondan oshsa, demak, kutaveringki, sizdan undan u yog'iga nalog yechiladi. Har bir buyurtmangiz ustidan 4% nalog yechiladi. O'zi 17%, 18% nalog anaqa foiz yechilayotganda ustidan yana 4% yechiladi. Tasavvur qilsam, taksometrlar yozib turadi. Siz daromadingiz 100 milliondan oshgani uchun bu 4%lik nalogdir. Har bir buyurtma uchun, har bir zakaz uchun. Bu narsa mana endi kuchga kiribdi. Taksi agregatorlarning zimmasiga yuklatildi. Bu noxush xabar. Men to'g'risi ozgina mana shu narsani ko'rib siqilib qoldim, chunki bizning taksometrlarda ko'rsatilayotgan 100 million, misol uchun yiliga 100 million topilgan pul to'liqligicha 100 million bo'lib uyga kirmagan. Ya'ni bu 100 millionni topish uchun biza kamida 30, 40, 50 million rasxod qilganmiz. Ya'ni bu 100 milliondan oshishi uchun. To'g'rimi? Taksistlar buni yaxshi tushunadi. Biza bu 100 milliondan oshirishimiz uchun kuniga kamida bitta, uzog'i bilan ikkita zapravka qilganmiz. Bu degani kuniga zapravkani o'ziga 100 mingdan 200 minggacha pul ketkizganmiz degani. Bu taksometrda ko'rinayotgan pulni ichida hamma narsa. Ya'ni taksometrimizda ko'rinayotgan pulni ichida hammasi. Bundan tashqari moy almashtiramiz. Biza juda ham ko'p yurganimiz uchun bir oyga bormasdan moy almashtiramiz. Balon almashtiramiz, juda ham ko'p yurganimiz hisobiga. Bu hammasi taksometrda ko'rinayotgan pulni ichida. Moy ham, zapravka ham, boshqa ham. Endi biza zapravkada yo'l uchun, ya'ni yo'l nalogi, дорожный nalogga pul to'layapmiz va zapravkamiz hisobidan yana davlatga topayotgan daromadimiz uchun pul to'layapmiz. Bu qanchalik to'g'ri? Nima deb bilasizlar? Men yuqori turuvchi tashkilotlarga, mutasaddilarga, soliq va soliq tortish anaqasiga, nima deydi, ijrosiga hamda, ya'ni vazirligiga hamda transport vazirligiga murojaat qilib chiqyapman. Iltimos shu narsani ko'rib chiqsanglar, bilaman kuzatasizlar, meni ko'rasizlar, videolarimni. Shu narsani ko'rib chiqsanglar, sizlar qatdan olasizlar 100 million pulni bizning daromadimizni 100 milliondan oshganini qatdan olasizlar. Bizning rasxodimiz, ya'ni mana toychoqqa ishlatilayotgan rasxodlarimizni inobatga olmayapsizlarmi? Shu narsalarni ham inobatga olishinglarni so'rab qolardim. Instagramga video joyladim mana shu murojaatni, iloji boricha kirib, bitta like bosib, kommentariy yozib qo'yishinglarni so'rab qo'yardim. Bu kanalga ham, Instagram sahifamga ham podpiska bosishinglarni so'rab qolardim. Qo'llab-quvvatlanglar, ko'proq like bosinglar bunga ham, Instagramga ham, shunda bu video repga chiqadi hamda tepadagilar ko'radi. Balkim qanaqadir o'zgarishlar bo'lar. Tani joninglar sog' bo'lsin. Sizlar bilan taksi polvon bo'ldi. Endi uzr, noxushroq xabar bilan chiqdim. Videoni ketma-ket tez orada bo'ladi, xudo xolasa. Kutinglar.